Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi to'lovlar deganda nima nazarda tutilmoqda? Bu to'lovlarni kim to'lashi kerak? Kimlar xavotir olmasligi mumkin va eng muhimi, odamlar qanday xatolarga yo'l qo'ymasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir uy egasiga, tadbirkorga, ijaraga uy beradiganlarga, yer yoki mol mulkka ega bo'lganlarga, avtomobil olganlarga va davlat xizmatlaridan foydalanadiganlarga bevosita taalluqli bo'lishi mumkin. Men bugun sizga murakkab qonuniy iboralar bilan emas, oddiy hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Chunki ko'pchilik odamlar yangi to'lov chiqibdi, hamma pul to'lar ekan, agar to'lamasam jarima bo'lar ekan degan gaplarni eshitadi. Lekin aslida kim to'lash kerak, qachon to'lash kerak, nima uchun to'lash kerakligini aniq bilmaydi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday tushuntirishlar sizga pulingizni, vaqtingizni va asabingizni tejashga yordam beradi. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik to'lovlar odamlarga alohida qog'oz xabarnoma, mahalla, soliq idorasi yoki kommunal tashkilotlar orqali eslatib turilardi. Masalan, uy-joy solig'i, yer solig'i, kommunal qarzlar, jarimalar yoki davlat bojlari haqida odam ko'pincha faqat idoraga borganda yoki biror hujjat ishini qilayotganda bilib qolardi. Kimdir uyini sotmoqchi bo'ladi, notariusga boradi, shunda qarz borligi chiqadi. Kimdir yerini rasmiylashtirmoqchi bo'ladi. O'sha paytda oldingi yillardagi to'lovlar yig'ilib qolganini biladi. Endi esa tizimlar ko'proq raqamlashtirilmoqda. Ya'ni soliq, kadastr, bank, notarius, davlat xizmatlari, kommunal tashkilotlar va boshqa idoralar ma'lumotlari bir-biriga bog'lanib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Endi siz biror mulkka egalik qilsangiz, uni ishlatsangiz, ijaraga bersangiz, oldi-sotdi qilsangiz yoki ayrim xizmatlardan foydalansangiz, tegishli to'lovlar avtomatik ko'rinishi, hisoblanishi yoki sizdan so'ralishi mumkin. Bu yerda eng katta muammo shundaki, odamlar yangi to'lov degan gapni eshitib darrov vahimaga tushadi. Aslida esa har bir to'lovning o'z sababi, o'z toifasi va o'z tartibi bor. Ba'zi to'lovlar hamma uchun emas, ba'zilari faqat mulk egalariga tegishli, ba'zilari faqat tadbirkorlarga tegishli. Ba'zilari esa faqat muayyan xizmatdan foydalanganda undiriladi. Men hozir bularni birma-bir sodda qilib ajratib beraman. Eng asosiy o'zgarish shuki, to'lovlar ko'proq yashirin emas, ochiq va elektron ko'rinishga o'tmoqda. Masalan, siz ilgari biror qarzingiz borligini bilmasligingiz mumkin edi. Bugun esa mobil ilova, soliq organlarining shaxsiy kabineti, bank ilovalari yoki davlat xizmatlari portali orqali qarzdorlik, hisoblangan to'lovlar va majburiyatlar ko'rinishi mumkin. Ikkinchi o'zgarish, mol-mulk va yer bo'yicha ma'lumotlar aniqroq tekshirilmoqda. Uy kimning nomida, yer kimga tegishli, obyekt yashash uchunmi yoki tadbirkorlik uchunmi? Maydoni qancha, kadastr hujjati bormi yoki yo'qmi? Bularning barchasi to'lov miqdoriga ta'sir qiladi. Uchinchi o'zgarish. Ayrim holatlarda davlat xizmatidan foydalanayotgan odam avval qarzi yoki majburiy to'lov bor yo'qligini tekshirish kerak bo'ladi. Masalan, siz uy sotmoqchisiz, avtomobil rasmiylashtirmoqchisiz, litsenziya olmoqchisiz yoki biror hujjatni yangilamoqchisiz. Shu jarayonda tizim sizning to'lov holatingizni ko'rsatishi mumkin. To'rtinchi o'zgarish, ayrim yangi yig'imlar va to'lovlar atrofida noto'g'ri tushunchalar ko'paydi. Kimdir endi har oy alohida pul to'lanar ekan deydi. Kimdir hamma fuqarodan olinadi deydi. Kimdir to'lamasang darrov hisobing bloklanadi deb qo'rqitadi. Men ekspert sifatida bunday gaplarga ishonishdan oldin har doim manbani tekshirish kerakligini aytaman. Chunki qonuniy to'lov faqat rasmiy qaror, qonun, nizom yoki vakolatli organning tasdiqlangan tartibi asosida undiriladi. Birinchi toifa mol-mulk egalaridir. Agar sizning nomingizda kvartira, hovli, noturar joy, do'kon, ombor, ofis yoki boshqa ko'chmas mulk bo'lsa, sizda mol-mulk solig'i yoki shu mulkka bog'liq boshqa majburiyatlar paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda men u yerda yashamayman. Uy bo'sh turibdi. Uyni qarindoshim ishlatyapti degan gaplar har doim ham to'lovdan ozod qilmaydi. Chunki ko'p hollarda majburiyat mulk egasiga bog'lanadi. Masalan, Akmal aka nomida Toshkentda bitta 2 xonali kvartira bor. U o'zi viloyatda yashaydi. Kvartirada esa talabalar turadi. Agar kvartira kadastrida Akmal akaning nomida bo'lsa, mol-mulk bo'yicha majburiyat ham avvalo uning nomida ko'rinadi. Agar ijara shartnomasi rasmiy qilinmagan bo'lsa, qo'shimcha muammo paydo bo'lishi mumkin. Chunki daromad olinyapti, lekin rasmiy daromad sifatida ko'rsatilmayapti. Natijada soliq organi tekshiruv qilsa, nafaqat joriy to'lov, balki oldingi davrlar bo'yicha ham savol berishi mumkin. Ikkinchi toifa, yer egalari yoki yerdan foydalanuvchilar.
Agar sizda tomorqa dehqon xo'jaligi yeri tadbirkorlik uchun ajratilgan yer, noturar obyekt ostidagi yer yoki boshqa yer maydoni bo'lsa, yer solig'i masalasi paydo bo'ladi. Bu yerda asosiy mezon yer hujjatda kimga biriktirilgan va qaysi maqsadda foydalanilyapti. Masalan, bir fuqaro 6 sotix hovlida yashaydi. Yer uning nomida, uy ham kadastrdan o'tgan. Bunday holatda yer solig'i va mol mulk solig'i alohida hisoblanishi mumkin. Boshqa bir fuqaro esa hovlining bir qismini kichik ustaxonaga aylantirgan. Agar bu faoliyat tadbirkorlik sifatida yuritilsa, to'lovlar tartibi oddiy yashash uydan farq qilishi mumkin. Chunki obyektning foydalanish maqsadi o'zgarsa, soliq yuk ham o'zgarishi ehtimoli bor. Uchinchi toifa tadbirkorlar. Yakka tartibdagi tadbirkor, oilaviy korxona, MCJ yoki boshqa shakldagi biznes egalari yangi to'lovlar haqida ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki tadbirkorlikda to'lovlar faqat bitta soliqdan iborat emas. Aylanmadan soliq, foyda solig'i, ijtimoiy soliq, ijara to'lovi, litsenziya yig'imi, davlat boji, kassa apparati, hisob faktura, xodimlar bo'yicha majburiyatlar bo'lishi mumkin. Masalan, Dilshod aka kichik do'kon ochdi. U men faqat patenti yoki oddiy ro'yxatdan o'tish to'lovini to'lasam bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Lekin do'kon joyi ijarada bo'lsa, ijara shartnomasi rasmiy bo'lishi kerak. Xodim olsa, xodim bo'yicha hisobot va ijtimoiy to'lovlar paydo bo'ladi. Naqd pul tushum bo'lsa, kassa tartibi kerak bo'ladi. Bank orqali tushum tushsa, u ham soliq hisobotida aks etadi. Demak, tadbirkor yangi to'lov deganda faqat bitta to'lovni emas, butun majburiyatlar zanjirini tushunishi kerak. 4-toifa ijaraga beruvchilar. Hozir ko'p odamlar uyini, xonasini, do'konini yoki omborini ijaraga beradi. Ijara daromad hisoblanadi. Daromad bo'lsa, ayrim hollarda soliq majburiyati bo'ladi. Eng katta xato men og'zaki kelishdim, demak davlat bilmaydi deb o'ylash. Bugungi tizimda kommunal sarf, qo'shnilar murojaati, bank o'tkazmalari, e'lon saytlaridagi ma'lumotlar yoki boshqa manbalar orqali ijara holati aniqlanishi mumkin. Masalan, Nargiza opa kvartirasini o'yiga 3 million so'mga ijaraga berdi. Agar ijara shartnomasi rasmiylashtirilsa, tomonlarning huquqi ham himoyalanadi. Soliq masalasi ham aniq bo'ladi. Agar rasmiylashtirilmasa, keyin ijarachi pul bermay qo'ysa yoki uyga zarar yetkazsa, isbotlash qiyinlashadi. Bundan tashqari, davlat oldidagi majburiyat ham ortga yig'ilib qolishi mumkin. 5-toifa avtomobil egalari va avtomobil oldi sotdi qiluvchilar. Avtomobilni rasmiylashtirishda davlat boji, texnik ko'rik, sug'urta, jarimalar, raqam, ro'yxatdan o'tkazish va boshqa to'lovlar bo'lishi mumkin. Yangi to'lov degan gap ko'pincha avtomobil bozorida tez tarqaladi. Lekin har bir to'lovni aniq ajratish kerak. Biri majburiy sug'urta bo'lishi mumkin. Biri notarial yoki ro'yxatdan o'tkazish xarajati, biri esa avvalgi jarima yoki qarzdorlik bo'lishi mumkin. Misol uchun, Sardor aka mashina sotib olayotganda sotuvchi hammasi toza deydi. Lekin ro'yxatdan o'tkazish paytida eski jarimalar. Taqiq, garov yoki boshqa cheklov chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun avtomobil oluvchilar pul berishdan oldin elektron tekshiruvdan o'tkazishi, hujjatlarni ko'rishi va shartnomani rasmiy joyda tuzishi kerak. Agar sizning nomingizda hech qanday ko'chmas mulk bo'lmasa, yer maydoni bo'lmasa, tadbirkorlik faoliyati yuritmasangiz, ijaradan daromad olmasangiz va maxsus davlat xizmatidan foydalanmayotgan bo'lsangiz, barcha yangi to'lovlar avtomatik ravishda sizga tegishli bo'ladi degani emas. Ko'p to'lovlar muayyan holat yuzaga kelganda paydo bo'ladi. Masalan, oddiy xodim sifatida ishlaydigan, oyligidan daromad solig'i ish beruvchi orqali ushlab qo'linadigan fuqaro har kuni alohida borib soliq to'lab yurmaydi. Uning majburiyati ish haqi tizimi orqali bajariladi. Lekin shu fuqaroning nomida qo'shimcha kvartira bo'lsa, uni ijaraga bersa yoki yer sotib bo'lsa, vaziyat o'zgaradi. Shuningdek, pensiya oluvchi, nogironligi bor shaxs, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila yoki boshqa imtiyozli toifaga kiradigan fuqarolar ayrim soliq va to'lovlarda yengillikka ega bo'lishi mumkin. Lekin bu juda muhim. Imtiyoz bor degani hamma to'lovdan avtomatik ozod bo'ldi degani emas. Imtiyozning turi, muddati, qaysi mulkka tatbiq etilishi va hujjat bilan tasdiqlanishi alohida tekshiriladi. Birinchi nozik jihat, mulk nomida turib, undan boshqa odam foydalansa ham javobgarlik ko'pincha mulk egasida qoladi. Ota o'g'liga uy olib bergan, lekin uy otaning nomida. O'g'il yashaydi, kommunalni to'laydi, ta'mir qiladi. Lekin kadastrda ota egasi bo'lsa, soliq xabarnomasi otaning nomiga kelishi mumkin. Keyin men foydalanmayman deb e'tiroz bildirish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat meros. Ko'p oilalarda uy ota-onadan qoladi, lekin meros rasmiylashtirilmaydi.
Oila a'zolari uy bizniki-ku deb yashayveradi. Yillar o'tadi. Keyin uy sotilmoqchi bo'lganda qarzdorlik, meros hujjati, ulush, kadastrdagi nom, soliq masalasi bir joyga to'planib qoladi. Shuning uchun meros mulk bo'yicha hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirish juda muhim. 3-nozik jihat obyektning haqiqiy holati bilan hujjatdagi holati mos kelmasligi. Masalan, hujjatda taxmi kvadrat metr uy turibdi. Amalda esa qo'shimcha qurilish qilib 1,5 kvadrat metrga aylantirilgan. Hujjatda yashash uyi, amalda esa bir qismi do'kon yoki salon sifatida ishlatilmoqda. Bunday holatda hisob-kitob boshqacha bo'lishi mumkin. Agar tekshiruvda aniqlansa, oldingi davrlar bo'yicha qayta hisoblash ehtimoli ham bor. 4-nozik jihat, men xabarnoma olmadim degan bahona har doim yordam bermaydi. Elektron tizimlar davrida ayrim majburiyatlar shaxsiy kabinetda, ilovada yoki ro'yxatga olingan ma'lumotlar orqali ko'rinishi mumkin. Albatta, davlat organi ham to'g'ri xabardor qilishi kerak. Lekin fuqaro ham o'z mulki va majburiyatini tekshirib turishi kerak. Ayniqsa uy, yer yoki biznes bo'lsa. 5-nozik jihat, ortiqcha to'lov yoki noto'g'ri hisob-kitob ham bo'lishi mumkin. Tizimda kadastr maydoni xato kiritilgan, imtiyoz hisobga olinmagan, eski qarz yopilgan bo'lsa ham ko'rinib qolgan. Mulk sotilgandan keyin ham avvalgi egaga hisoblanayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'rgan summangizni ko'r-ko'rona to'lab yuborishdan oldin, ayniqsa summa katta bo'lsa, sababini tekshiring. Eng keng tarqalgan xato, rasmiy manbani tekshirmasdan vahimaga tushish. Telegramda kimdir ertadan hamma falon to'lov to'lay deb yozsa, odamlar darrov tarqatadi. Lekin rasmiy hujjat bormi? Qaysi sana bilan kuchga kirgan? Kimlarga tegishli? Miqdori qancha? Istisnolari bormi? Bularni tekshirmaydi. Men har doim aytaman, pulingizga ta'sir qiladigan har bir xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Ikkinchi xato hujjatsiz kelishuv. Ijara oldi sotdi. Ulushdan voz kechish, qarindoshga foydalanishga berish. Bularning hammasi og'zaki bo'lsa, keyin muammo paydo bo'lganda hech kim aniq javob bermaydi. Biz kelishgan edik degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. 3-xato, qarzni yillar davomida yig'ib qo'yish. Masalan, yiliga 200 ming so'm bo'lgan to'lov odamga kichik ko'rinadi. Lekin 5 yil to'lanmasa, penya, qo'shimcha hisob-kitob, hujjat ishlaridagi to'siqlar bilan birga muammo kattalashadi. Har yili kichik summani vaqtida to'lash, keyin katta muammo bilan yugurishdan ancha oson. 4-xato, boshqa odam nomidagi mulkdan foydalanish. Ko'p oilalarda uy bir kishining nomida, yashovchilar esa bir nechta. Agar oilada kelishmovchilik chiqsa, to'lovlar, ulush, meros va foydalanish huquqi bo'yicha katta nizolar paydo bo'ladi. Shuning uchun mulk masalasini keyin ko'ramiz deb qoldirmaslik kerak. 5-xato, imtiyoz borligini bilib, lekin uni rasmiylashtirmaslik. Ayrim fuqarolar imtiyozga ega, lekin tegishli ariza bermagan. Hujjat topshirmagan yoki tizimda yangilamagan bo'ladi. Natijada to'lov to'liq hisoblanadi. Keyin odam men aslida ozod edim deydi. Bo'lishi mumkin, lekin buni hujjat bilan ko'rsatish kerak. Birinchi qadam, o'zingizning nomingizda nima borligini aniqlang. Kadastr hujjatlaringizni ko'ring. Uy, kvartira, yer, noturar joy, do'kon, ombor, garaj yoki boshqa obyekt bormi? Agar bo'lsa, u qaysi manzilda, maydoni qancha, kimning nomida, foydalanish maqsadi qanday yozilgan, shularni tekshiring. Ikkinchi qadam, soliq va qarzdorlik holatini tekshiring. Buning uchun soliq organlarining rasmiy elektron xizmatlari, shaxsiy kabinet, davlat xizmatlari portali yoki bank ilovalaridagi tegishli bo'limlardan foydalanish mumkin. Agar internetdan foydalana olmasangiz, tuman soliq inspeksiyasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. 3-qadam. Agar sizga to'lov chiqqan bo'lsa, avval uning asosini so'rang. Qaysi to'lov, qaysi davr uchun, qaysi obyekt bo'yicha, qanday stavka asosida hisoblangan, penya bormi, imtiyoz qo'llanganmi, mulk allaqachon sotilgan bo'lsa, nima uchun sizga chiqyapti? Mana shu savollarni bermasdan katta summani to'lab yubormang. 4-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, ijara shartnomasi, oldi sotdi shartnomasi, meros guvohnomasi, imtiyozni tasdiqlovchi hujjat, to'lov kvitantsiyalari kerak bo'lishi mumkin. Agar xato hisob-kitob bo'lsa, aynan shu hujjatlar sizni himoya qiladi. 5-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Masalan, mening nomimga falon manzildagi mulk bo'yicha falon davr uchun falon summa hisoblangan. Ushbu hisob-kitobning asosini tushuntirib berishingizni, agar xatolik bo'lsa qayta hisob-kitob qilishni so'rayman deb yozish mumkin. Agar imtiyoz bo'lsa, menga tegishli imtiyozni qo'llashni va ortiqcha hisoblangan
summani qayta ko'rib chiqishni so'rayman deb ko'rsating. 6-qadam, har bir to'lovni rasmiy kanal orqali amalga oshiring. Naqd pulni men hal qilib beraman degan odamga bermang. To'lov bank, rasmiy ilova, kassalar yoki davlat xizmatlari orqali amalga oshsin. Kvitantsiyani saqlang. Elektron chek bo'lsa telefoningizda va alohida joyda saqlab qo'ying. Chunki keyin tizimda xato chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 7-qadam. Agar uy yoki obyektni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, shartnomani rasmiy qiling. Bu faqat soliq uchun emas, sizning mulkingizni himoya qilish uchun ham kerak. Shartnomada ijara muddati, to'lov miqdori, kim kommunal to'laydi, uyga zarar yetkazilsa kim javob beradi, oldindan to'lov bormi, chiqish tartibi qanday, hammasi yozilishi kerak. 8-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, buxgalteriya tartibini boshdan to'g'ri qo'ying. Hali biznes yurib ketsin, keyin rasmiylashtiraman degan yondashuv keyinchalik qimmatga tushadi. Tushum, xarajat, shartnoma, xodim, ijara, kassa, hisob, faktura bular tartibli bo'lsa, yangi to'lov yoki tekshirib chiqqanda vahima bo'lmaydi. 9-qadam, avtomobil yoki ko'chmas mulk sotib olayotganda oldindan tekshiring. Qarz bormi, taqiq bormi, garov bormi, sud nizosi bormi, kadastr hujjati to'g'rimi, sotuvchi haqiqiy egami, bularni pul berishdan oldin aniqlang. Eng xavfli holat avval pulni berib, keyin hujjatni tekshirish. To'g'ri tartib aksincha bo'lishi kerak. Avval tekshiruv, keyin rasmiy shartnoma, keyin to'lov. Birinchi misol. Oila hovlida yashaydi, lekin uy boboning nomida qolgan. Bobo vafot etganiga 10 yil bo'lgan. Meros rasmiylashtirilmagan. Hovlini nevaralaridan biri ta'mirlab, qo'shimcha xona qurgan. Endi ular uyga kredit garovi qo'ymoqchi yoki sotmoqchi bo'ladi. Shu paytda meros masalasi, kadastrdagi eski ma'lumot, soliq qarzi va qo'shimcha qurilish muammosi birdan chiqadi. Agar ular bularni vaqtida rasmiylashtirganida, xarajat ham, asab ham kamroq bo'lardi. Ikkinchi misol, ayol kishi bitta kvartirani o'yiga 2.500.000 so'mga ijaraga beradi. Pulni karta orqali oladi. U bu oddiy oilaviy yordam deb o'ylaydi. Lekin muntazam tushum daromad sifatida ko'rilishi mumkin. Agar ijara shartnomasi bo'lmasa, ijarachi bilan nizoda ham, soliq masalasida ham qiyin bo'ladi. To'g'ri yo'l shartnoma tuzish, daromadni rasmiy ko'rsatish va belgilangan tartibda to'lovni bajarish. 3-misol, kichik do'kon egasi joyni ijaraga olgan, lekin ijara shartnomasi boshqa odam nomida. Elektr hisoblagich boshqa nomda, kassa boshqa nomda, faoliyat esa amalda boshqa odam tomonidan yuritiladi. Keyin tekshiruv bo'lsa, kim javobgar ekani chalkashadi. Natijada jarima, qayta rasmiylashtirish, ortiqcha to'lovlar chiqishi mumkin. Biznesda hujjatdagi odam, pulni olayotgan odam va faoliyatni yuritayotgan odam mos kelishi kerak. 4-misol, fuqaro avtomobil sotib oladi, lekin ishonchnoma bilan yuraveraman deb o'ylaydi. Bir necha oy o'tib jarimalar, sug'urta, ro'yxatga olish va boshqa majburiyatlar bo'yicha muammo chiqadi. Avtomobil kimning nomida bo'lsa, ayrim javobgarliklar o'sha tomonga boradi. Shuning uchun transportni ham vaqtida rasmiylashtirish kerak. 5-misol, pensioner opa o'zining imtiyozi borligini biladi, lekin soliq tizimida bu imtiyoz aks etmagan. Natijada unga to'lov to'liq hisoblangan. U qo'rqib to'lab yuboradi. Keyin qo'shnisi aytadi, sizda imtiyoz bor edi-ku. Bunday vaziyatda avval soliq organiga murojaat qilib, imtiyozni qo'llashni so'rash kerak edi. Demak, imtiyozga ishonsangiz ham, uning tizimda ko'rinayotganini tekshirish shart. Men tomoshabinlarga eng avvalo 3 ta narsani eslab qolishni maslahat beraman. Birinchisi, to'lovning nomini bilmasdan turib xulosa chiqarmang. Yangi to'lov degan umumiy gap yetarli emas. Bu soliqmi, davlat bojimi, yig'immi, jarimami, penyami, kommunal qarzmi yoki xizmat haqimi? Aniq bilish kerak. Ikkinchisi, kim to'lovchi ekanini aniqlang. Mulk egasimi, foydalanuvchimi, tadbirkormi, ijaraga beruvchimi, xaridormi yoki sotuvchimi? Ko'p nizolar aynan shu joyda chiqadi. Bir odam, men ishlatyapman, demak men to'layman deydi. Boshqa holatda esa qonun egasi to'laydi deydi. Shuning uchun hujjatdagi maqom juda muhim. 3-si, muddatni o'tkazib yubormang. To'lovlarning ko'pida belgilangan muddat bo'ladi. Muddat o'tsa penya qo'shilishi, xizmat ko'rsatishda cheklov bo'lishi yoki majburiy undirish jarayoni boshlanishi mumkin. Kichik kechikish keyin katta muammoga aylanmasligi uchun kalendar qilib qo'ying. Yil boshida yoki chorak boshida tekshirib turing. Agar sizga chiqqan to'lov noto'g'ri deb hisoblasangiz, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Avval hisob-kitob tafsilotini oling. Keyin hujjatlaringizni solishtiring. Maydon noto'g'ri ko'rsatilganmi? Davr noto'g'rimi? Mulk sizga tegishli bo'lmagan davr uchun hisoblanganmi?
imtiyoz qo'llanmaganmi, bularni aniqlang. Shundan keyin yozma murojaat qiling. Murojaatda shaxsiy ma'lumotlaringiz, obyekt manzili, kadastr raqami bo'lsa, kadastr raqami, hisoblangan summa, e'tirozingiz sababi va ilova qilingan hujjatlar ko'rsatiladi. Murojaatni topshirganingiz haqida tasdiq oling. Og'zaki gaplashuv yaxshi, lekin yozma iz qolgani undan ham muhim. Agar birinchi murojaatda masala hal bo'lmasa, yuqori turuvchi organga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish mumkin. Lekin men doim maslahat beraman. Avval oddiy yo'l bilan hujjat asosida tushuntirish so'rab boshlang. Ko'p xatolar aynan shu bosqichda tuzatiladi. Demak, yangi to'lovlar deganda hamma odam bir xil pul to'laydi degani emas. Har bir to'lovning o'z sababi bor. Mulk, yer, ijara, tadbirkorlik, avtomobil, davlat xizmati yoki boshqa huquqiy holat. Kim to'lash kerakligini aniqlash uchun avvalo hujjatga, mulk egasiga, foydalanish maqsadiga, daromad bor yo'qligiga va rasmiy tartibga qarash kerak. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir marta aytaman. Vahimaga tushmang. Lekin beparvo ham bo'lmang. O'zingizning nomingizdagi mulklarni tekshiring, soliq va qarzdorlik holatini ko'ring, imtiyozingiz bo'lsa rasmiylashtiring, ijara va oldi-sotdini hujjat bilan qiling. To'lovlarni faqat rasmiy kanallar orqali amalga oshiring. Shunda kutilmagan jarima, ortiqcha xarajat va hujjat ishlaridagi to'siqlardan ancha himoyalangan bo'lasiz. Sizda ham shunday yangi to'lov chiqdimi? Qaysi to'lov ekan? Qancha summa ko'rsatildi? Tushunarli bo'ldimi yoki yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha pul to'lamaydi va o'z huquqini yaxshiroq himoya qiladi.